Ularga aytaman cheksiz rahmatim, ularga baxshida umrim, xizmatim. Ular bor meni, kimda kamim bor, otam davlatimdir, onam jannatim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kuzatuvchilar. Siz azizlar bilan doimgidek loyihamiz orqali g'oyibona bo'lsa-da diydorlashish baxtiga muyassar bo'lganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Bugun tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni shukrona kunlari bilan samimiy muborakbod etgan holda navbatdagi tabriknomani bugungi kun qahramonlaridan biri bo'lgan ajoyib inson Salohiddin akaga yo'llab qo'yamiz. Ayni fursatlarda biz ularni bugungi quvonchli kunlari bilan ahli oilasi nomidan samimiy tabriklaymiz, xursand qilamiz. Qani ketdik. Alo, assalomu alaykum. Salohiddin aka bilan bog'landikmi? Akajon, salomatmisiz, omonmisiz? Telefonni ko'tarolmadim, yayın oldim o'tadini posta. Telefon qilingan aka. Yana bir bor assalomu alaykum. Va alaykum salom. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Bezovta qilib qo'ymalar, endi bugun tug'ilgan kunim, bayram jumlasi demayman. Shunday. Bugun Allohimga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz munosabati bilan sizni ayni fursatlarda go'zal dil izhorlar loyihasidan bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Marjona Fayzullayeva siz bilan g'oyibona suhbatlashmoqda. Bugungi chiroyli sana, tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim yaqinlar, qadrdonlar, oilangiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Bilasizmi akajon, sizni bugungi quvonchli kuningizda sizni kutilmagan noodatiy tarzda tabriklab, sizga unutilmas sonlarni baxsh etishni niyat qilgan yaqin insonlaringiz nomlaridan bizning loyihamizga sizga atalgan samimiy tilaklar va go'zal dil izhorlari yetib kelgan ekan. Mana shunday surpriz sovg'ani kimdan kutasiz, taxmin qilib ko'rasizmi? Endi kimdan kutardim? Birinchi ayolimdan kutuvdim. Aha, albatta, yana keyin opasingizdan, keyin qizimdan. Albatta, bitta topdingiz. Oilangizga bo'lgan mehringiz, muhabbatingiz sizni adashtirmadi. Ayni fursatlarda biz sizni turmush o'rtog'ingiz Kamola opa, qizlaringiz Rayona va Muslima, o'g'lilaringiz Doston va Muhammad Qodir jamiki sizni mana shu yaxshi ko'rib, ardoqlab qadrlaydigan mehribonlaringiz, ahli oilangiz nomidan samimiy tabriklaymiz, xursand qilamiz. Rahmat. Bilasizmi akajon, bizning loyihamizga murojaat qilar chog'ida qizlaringiz ta'kidlab o'tdilarki, biz dadajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Onajonimiz bilan birga hali uzoq yillar bizlarga bosh bo'lib, to'ylarimizda, yaxshi kunlarimizda doim yonimizda bo'lsinlar. Bugun dadajonimizni shukronalik ayyomlarida ularni kutilmagan noodatiy tarzda tabriklab, xursand qilishni niyat qilgan edik. Shu boisdan dadajonimiz uchun atalgan go'zal dil izhorlarimizni ularga o'qib eshittirsangiz deya so'raganlar. Aynidan ijozat bersangiz, mehribonlaringizni siz uchun yozib yo'llagan go'zal dil izhorlarini sizga o'qib eshittirsak, tinglashga tayyormisiz? Tayyorman, tayyor. Assalomu alaykum, xonadonimiz ustuni, oilamiz boshi, baxtimiz toji, topilmas boyligimiz, duogo'yimiz, dadajonimiz. Bugungi Allohimga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Baxtimizga sog' salomat bo'ling. 100 yoshlar bilan yuzlashib yuring. Onajonimiz bilan birga keksalik onlarini ham mazmunli o'tkazish nasib qilib, to'ylarimizga, yaxshi kunlarimizga bosh bo'lib yuringlar. Sizlardek qalbi pok insonlarni farzandlari ekanligimizdan g'ururlanamiz, faxrlanamiz. Allohimga behisob shukronalar aytamiz.
Sizni pand va nasihatlaringizni, duolaringizni olib kam bo'lmadik. Bugun sizga cheksiz rahmatlarimizni, minnatdorchiliklarimizni izhor etamiz. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr. Shukronalik ayyomingizda sizga eng samimiy tilaklarimizni yo'llab qolamiz. Hech qachon g'am ko'rmang, dard ko'rmang, betob bo'lmang dadajon. Farzandlarim deya biz uchun doimo qayg'uruvchi mehribonimiz. Poylaringizga jonimiz fido bo'lsin. Bizni deb chekkan zahmatlaringizni, bizni deb qilayotgan mehnatlaringizni, har bir tomchi teringizni Allohim jannatlarda ajr va savoblar bilan siylashini Allohdan duo qilib so'raymiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. O'zingizga bot ayta olmasak-da, bilingki, biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Siz doim qalbimiz ardog'idasiz. Dadajon, yana bir bor shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bilasizmi akajon, siz uchun atalgan surpriz sovg'alarning bu hali hammasi emas edi. Mehribon farzandlaringizni siz uchun yozib yo'llagan ajoyib she'riy sovg'asi ham bor ekan. Maylimi, hozir shuni ham o'qib eshittirsak? Mana imom farzandlarimni o'zi eshitamiz, zarur ishimiz deb to'xtatdi. Albatta. Aytmasam-da, iymani bir bor mehrim qalbda saqlab yuraman. Endi aytay, eshiting ming bor, dadajon sizni yaxshi ko'raman. G'amlar ichra sabr sinmagan, huzur halovat nima bilmagan, bizni faqat bizni o'ylagan, dadajon sizni yaxshi ko'raman. Qalbi daryo, mehri ummatim, sizga aytay cheksiz rahmatim. Mehribonim, baxtu davlatim, dadajon sizni yaxshi ko'raman. Sizga aytar gaplarim bisyor va she'rimda ayladim izhor. Qayta aytayin takror, dadajon sizni yaxshi ko'raman. Suyanchimu taxtim o'zingiz, ishonchimu baxtim o'zingiz, quvonchimu ahdim o'zingiz, dadajon sizni yaxshi ko'ramiz deya siz uchun atalgan ushbu ajoyib she'riy sovg'ani hamda go'zal dil izhorlarini sizga cheksiz hurmat va mehr muhabbat ila Alloh bergan ne'matlaringiz, farzandlaringiz, mehribonimiz, davlatimiz, topilmas boyligimiz, dadajonimiz uchun deya loyihamizga yozib yo'llagan ekanlar. Biz esa siz uchun atalgan surpriz tabriknomani sizga o'qib eshittirdik akajon. Rahmat. Keyin singlim men yaqinda qizimdan tug'ilgan kunida qanaqa yozdirsam bo'ladi? Bilasizmi akajon, siz bilan bo'lib o'tayotgan ushbu suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Shu boisdan ayni dam sizga ham imkoniyat beramiz. Marhamat, sizning ham ahli oilangiz, farzandlaringiz uchun atalgan tilaklaringiz, dil so'zlaringiz bo'lsa, biroz fursatlardan so'ng mehribonlaringiz ovozlaringizni tinglab xursand bo'ladi. Marhamat, sizni eshitamiz. Singlim endi men gapga yo'g'iraman. Aytgan tilaklarga menga misol shu oilam, farzandlarimga she'r yozib aytib bersam juda xursand bo'lardim. Agar imkoniyatingiz bo'lsa. Albatta. Men shu 4 ta farzandimni yaxshi ko'raman. Keyingilarimni yaxshi ko'raman. Eshitishdan xursand bo'lardim lekin. Hozir ancha xursand qoldim. Albatta. Agar pullarimni kelsa. Ayni fursatlarda aytib berishimizni so'rayapsizmi? Aytib, o'zlariga telefon qilib. Xo'p bo'ladi, albatta sizni nomingizdan yetkazib qo'yamiz. Chiroyli bir she'rlaringiz bor-ku o'zlarda. Albatta, xo'p bo'ladi. Mendan joy yo'q o'zlarda, ko'p o'shalarni aytib farzandlarim, yekliyorimga atab. Agar pullaringizdan kelsa. Albatta, xo'p bo'ladi. Akajon, yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz bilan sizni
loyihamiz tomonidan samimiy muborakbod etamiz. Bugungi tavallud ayyomlaringizni yaxshi o'tkazib oling. Bugungidek quvonchli, Alloh kayfiyat sizga doimo hamroh bo'lsin. Har doim mana shunday oilangiz, farzandlar ardog'idagi eng mehribon dadajon bo'lib, o'zingizni chiroyli, xonadoningizning ajoyib egasi bo'lib yuring. Yana bir bor bugungi shukronalik ayyomlar muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mani ham iltimosimni yetkazib qo'yasiz agar imkoniyatingiz bo'lsa. Albatta. Xo'p, rahmat borlaringizga. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Mayli, kel. Ushbu dil tortar tarona ham siz uchun. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Mardu nomard og'ritsa dilim, ket dadamga aytaman dedim. Sizsiz mening quvvatim, kuchim. Siz bor nega qo'rqaman dada. Bolalikda o'tgan chog' uchun, holva uchun, o'yinchoq uchun, issiq uyda shirin choy uchun, sizga rahmat aytaman dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga